Bu jamoa futbol tarixini o'zgartirgan klub. Ular shunchaki o'yin o'ynamagan. Ular futbolni san'at darajasiga ko'targan. Real Madrid bu g'alaba, faxr va afsonaning timsoli. Ammo bu shon-shuhrat bir kunda paydo bo'lmagan. Hammasi 1902-yilda oddiy bir orzu bilan boshlangan. Keling, Real Madridning 100 yildan ortiq davom etgan buyuk tarixini birgalikda eslaymiz. 1902-yilda Madrid shahrida bir necha futbol ishqibozlari, Padros aka-ukalari, Julian Palicos va ularning do'stlari yangi jamoa tuzishga qaror qilganidan boshlangan. Ular klubni Madrid Futbol Klub deb atashadi. O'sha paytlarda futbol Ispaniyada paydo bo'layotgan edi. Stadionlar yo'q, forma oddiy, o'yinlar esa kichik maydonlarda o'tkazilardi. Ammo bu yosh yigitlar uchun futbol orzudan ham ortiq narsa edi. 1903-yilda Madrid o'zining birinchi finaliga chiqadi. Biroq yutqazadi. Shunga qaramay ular taslim bo'lishmaydi va 1905-yilda nihoyat birinchi Ispaniya klubini qo'lga kiritishadi. Shu yildan boshlab Real ketma-ket 4 yil chempion bo'lib, butun Ispaniyada tanila boshlaydi. 1920-yilda Ispaniya qiroli Alfonso XIII klubga Real, ya'ni qirollik unvonini beradi. Shundan keyin klub Real Madrid deb ataladi va gerbiga qirol tojini qo'shadi. Ammo oradan uncha ko'p o'tmay mamlakat siyosiy beqarorlikka yuz tutadi. 1931-yilda Ispaniya monarxiyasi tugatiladi. Qirollik belgilarini ishlatish taqiqlanadi. Shuning uchun klub yana oddiy Madrid FS deb ataladi. Urush yillari og'ir o'tadi. Stadionlar vayrona bo'ladi. Futbolchilar urushga ketadi, lekin jamoa yo'qolmaydi. 1943-yilda Real Madrid tarixidagi eng esda qolarli g'alabalardan birini qo'lga kiritadi. Barselonani 11-1 hisobida mag'lub etadi. Bu natija hanuzgacha El Clasico tarixidagi eng yirik hisobdir. Urushdan keyin Real Madridni buyuk yo'lga olib chiqadigan inson paydo bo'ladi. Santiago Bernabeu. U 1945-yilda klub prezidenti etib tayinlanadi. Bernabeu klubini butunlay qayta quradi. Yangi stadion quriladi, zamonaviy tizim joriy etiladi. 1947-yilda stadion ochiladi. Keyinchalik u stadionga Bernabeu nomi olinadi. 1950-yillar Real Madrid tarixidagi oltin davr edi. Bernabeu eng yaxshi futbolchilarni olib keladi. Alfredo Di Stefano, Frank Pushkash, Raymond Kopa va Paco Gento. Bu yulduzlar bilan Real Madrid 1956-yildan 1960-yilgacha 5 marta ketma-ket Yevropa Chempionlar Kubogini qo'lga kiritadi. Bunday natijani hech kim qaytara olmadi. U paytda Real Madrid shunchaki jamoa emas, butun Yevropaning timsoliga aylanadi. 1960-yillarda eski yulduzlar asta-sekin futboldan ketadi, lekin klub o'z o'rnini yo'qotmaydi. 1966-yilda yangi avlod jamoasi Chempionlar Kubogini yana yutadi. 1970-yillarda esa klubda yangi yulduzlar Santillana, Camacho va Joantino kabi futbolchilar paydo bo'ladi. Ular Real Madridni yangi davrga olib kiradi va jamoa yana Ispaniyada yetakchi bo'lib qoladi. 1980-yillarga kelib Real Madrid yosh iste'dodlarga tayanadi. Ular orasida eng mashhuri Emilio Butargano va Michael bo'lgan. Bu jamoa 1986-yildan 1990-yilgacha 5 marta ketma-ket La Ligani g'olibi bo'ladi. Real Madrid yana bir bor Ispaniyada hukmronlikni qo'lga oladi. 1990-yillardan klubda o'zgarishlar ko'p bo'ladi. Ammo 2000-yilda Florentino Perez sahnaga chiqadi va hammasini o'zgartiradi. U dunyoning eng mashhur futbolchilarini bir joyga to'playdi. Bu davr Galacticos nomi bilan mashhur. Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo, David Beckham va Roberto Carlos. Hammasi Real Madrid formasini kiyadi. 2002-yilda Zidane finalda ajoyib zarba bilan gol uradi va Real Madrid Chempionlar Ligasi kubogini qo'lga kiritadi. 2009-yilda esa futbol tarixidagi eng qimmat transfer ro'y beradi. Cristiano Ronaldo Real Madridga keladi. U klub tarixida eng ko'p gol urgan futbolchiga aylanadi. 450 tadan ortiq gol. Uning davrida Real Madrid 2014-yilda 10-Chempionlar Ligasini kubogini yutadi. Keyin murabbiy sifatida Zinedine Zidane qaytadi va 2016, 2017, 2018-yillarda ketma-ket 3 marta Chempionlar Ligasini g'olibi bo'ladi. Bu tarixda hech kim qilmagan ish edi. Ronaldo ketgach, ko'pchilik Real tugaydi deb o'yladi, lekin Karim Benzema klubni orqada qoldirmadi. U 2022-yilda jamoani 14-marta Chempionlar Ligasi g'olibi qiladi va o'sha yili oltin to'pni oladi. Uning orqasidan yosh yulduzlar Vinicius Junior, Rodrigo, Valverde va Bellingham va hozirda Mbappe sahnaga chiqadi. Ular Realning yangi yuzini yaratishmoqda.
Bugungi kunda Real Madrid 120 yildan ortiq tarixga ega. 15 marta Chempionlar Ligasini g'olibi bo'lgan. Santiago Bernabeu stadioni esa endi texnologiyalar mo'jizasiga aylangan. Tomi yopiladigan, ichida restoranlar, muzey va hatto harakatlanuvchi maydon bor. Real Madrid bu klub emas, bu orzu, bu meros. Har safar oq libosdagi jamoa maydonga chiqsa, tarix yana qayta yoziladi.